Mana bir kunning yakuni va yangi bir kunda boshlanadigan vaqtida shu videoni olyapman. Nima demoqchiman? Bugungi kunim uy ishlari, ro'zg'orning shirin tashvishlari, bolajonlarimga qarash, uy yumushlari, shunaqa shirin tashvishlar bilan boshlandi. Uy ishiga chop, bolalarga qarab, ro'zg'orni g'or degan joylariga kam-kasbdan to'ldirgani, do'konga chiq, obke, tayyorla. Xullas shunaqa kun boshlandi, Allohga shukr. Kun boshlanib, kun yakunida, kunni ikkinchi yarmida ishga bor. Ishda o'z mehnatingni bajar, natijasini ol. Va yana bolalarni bog'chadan ol, uyiga shosh, chop-chop, yugur. Kun yakuni xullas shunaqa bo'lib, ishda biroz ushlanib qolib, ish kech tugadi. Uyga biroz kechroq qaytdik. Uydagi kattalardan biroz dakkan, shiringina dakkilarni ham eshitib oldik. Bu shirin dakkilarni erkalatish sifatida qaraymiz. Xullas, kayfiyat tushib ketgan, uy ishidan charchaganmiz, ishga borib ishlab kelib charchaganmiz, bolalarimizni to's-to'polonlari, bu ota-onalar uchun oddiy holat. Farzandlarim uxlagan. Xo'p, ular uxlaganda ertangi kunga tayyorgarlik deb ozmi ko'pmi uy ishlarini ham paytdan foydalanib qilib olaman. Xullas shunaqa paytda bo'ldi, tugadi. Endi uxlayman deb turgan paytimda qo'limga telefon tushdi. Meni eng yoqtirgan bir bloger, men yoqtiradigan bloger qiz bor. Doim primoyga kirsam, kayfiyati ko'tarib, zo'r bo'ladi primoyda. Bu Allohni bandasiga bir anaqasimi bilmadim. Men shunaqa sifatda qaradim. Allohga shukr, alhamdulillah. Ana shu primoy sabab bo'ldi. Barcha kayfiyatim ko'tarilib, barcha charchoqlar esdan chiqib ketdi. Mana shunaqa gaplar. Demoqchimanki, Alloh o'zi hamma narsa bilan siylab qo'yarkanda, keyin xursand bo'lib, Allohim o'zingga shukr, bugungi kunim oxiri juda chiroyli yakunlandi deb mamnun bo'lamiz ekan. Allohga shukr, alhamdulillah. Mana bugungi kunimiz yakuni shunaqa chiroyli yakunlandi. Hamma narsa bu dunyoda oxiri yakuni go'zal bo'lsin ekan. Hammaga osuda tilayman. Yangi kunni boshlanishi fayzli, barakatli bo'lsin. Obunachilarim, sizlarga cheksiz hurmat bilan har bir ishingizni yakuni zo'r bo'lishini tilayman.